Hamma farzandga iloyim ota-onasi tirikligida mana shunaqa orzu havaslarini amalga oshirib, shu ota-onasining duosini olish hammaga nasib qilsin. Xudo xolasa bugun onajonimlarni yuraklaridagi eng katta orzulardan birini amalga oshiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun ona-bocha xora boramiz. Любой magazinga kirasiz. Aytgan kiyimlaringizni hammasini olib beraman. Hamma narsam bor-ku. Yo'q, kelishdingmi? Kelishdingmi? Bez narsa kerak yo'q. Ketdik, yuring. Kiyim olamiz. Bo'ldi, kiyimda duvoz olib, shu bilan keyin Toshkentga chiqib ketaman. Bacha. Bachalar qizchasini sumkasini ko'tarsa, men onam sumkalarini ko'taraman. Nima olasiz? Kuylar olasiz? Tanlang, nima uchun bunday o'tiribsiz? Bittasini ol haypatinglarni. Ikkovini ham olamiz. Kiyimizni oldingiz. Siz xohlagan kuylaringizni oldingizmi? Ona, erkak ekansiz, bilasizmi? Bir umrlik orzungizni amalga oshirishga kerak. Kuylar bahona qilyapsanmi? Mana bu gul sizga, Abdullayeva. Mana. Yana yaxshimisiz? Chakam. Muborak bo'lsin. Uy muborak bo'lsin, ona. Ikkalamizni otimizdan, ona. Sizga uy. Bugun yig'lamayman dedim, lekin yana yig'layapman-da. Yaxshi inson bo'lib yetishsin deya o'z orzu maqsadlarimdan kechgan inson meni mehribonim onam bo'ladilar. Surpriz qilay dedim-da uni. Yaxshi ko'raman sizni. Bo'lmas muhabbatimsiz. Hammasi sizlar borligingiz onam. Shahardan uy olaylik bachani deysiz. Shu duolaringiz sabab shu Xudo menga rizq qilib berdi. Xudoga behisob shukrki, o'sha yuragingizdagi kichkinagina bo'lsa ham orzu havasingizni amalga oshirib, Buxorodan Imara Rezidensiyadan 2 xonali uy sovg'a qilaman. Bitta qo'yib qo'yasiz, uy 30 ga o'tadi onajon. Ranopa 2 xonali xonadon xarid qildingiz, muborak bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Uyni to'lovlarini 100% to'ladilar xolajon.